Amir avtosavdo kechki bozorida sizlar uchun ideal holatda yaxshi BYD Xan avtomobili okalar ko'rishingiz mumkin. 2023-yil atigi 37 ming kilometr masofani bosib o'tgan bittali motor. Okalar zapas xod 506 kilometr. Balon holatlari zo'r holatda, yaxshi qimmat diskalarga ham to'q qo'shgan. Salon holatlarini okalar ko'rib chiqsam, salonni okalar ideal holat turibdi. 37 ming prebek. Salon holatlari ham zo'r holat turibdi. Sizning holatlar ham urinib ketmagan, ko'rlar ham yaxshi holat turibdi. Orqa tomonini ham ko'rib chiqsam, texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Kuzov holatlari ham ideal holatda turibdi. Kraskasi mana shu bitta krilosida yuzaki, kriloni ham yechilmagan ekan, yuzaki kraskasi bor ekan. Qolgan joylari top-toza. O'zingiz uchun bir qator tekshirtirib, preyerka qildirib olaverasizlar. Narxini okalasizlar olib maza qilmayishingiz uchun $26900 baholandi. Oz-moz kelishadigan joyi bor ekan. Egalar numeralarni qoldiraman, telefon qilib barak qilishingiz mumkin. 2023 37 ming probekda yurgan BYD Xan avtomobili okalar.